Bunyodbek Saidov darhaqiqat Xorazmda faxri azlar alohida bugun Bunyodbek Saidov va Ovozaxon uchun Xorazmcha bir chapak o'zim. Shunda men bitta narsani xafa bilan aytishni xohlayman. Bu sizni menga bergan imkoniyatingiz. Bunyodbek Saidov bilan ilk marotaba Istiqlol san'at saroyidagi konsertni ilk marotaba to'g'risi men shu yigit sababli Istiqlol san'at saroyiga qadam qo'yganman. Mana birinchi bo'lib sahnaga olib chiqqan yigit shu. Konsertni o'sha yili konsertni boshidan oxirigacha shularni she'rlarini, matnlarini o'zimiz yozganmiz. Shu inson sababli men o'sha sahnaga qadam qo'ydim. Bunyodbek, rahmat. Endi Ovozaxon, sizga bizlarni alohida bir sovg'amiz bor. Xorazmda Feruza Mustamoqlarni bir niydigan odamga ulov beradi. Biz alohida o'sha sovg'ani aynan siz uchun olib kelganmiz. Toshkentdagi Hasanli Husani bu. Lekin telpakni esdan chiqaribman. Rasmiy